Pechenkalarım mandakchilari ikkinchi filiali, ya'ni Qazichilar mahallasida ochilgan. Filialiga tashrif buyurdim. Anchadan beri niyat qilib yurardim, mana mashinaqalarga o'ynayman deb. Hozir hamma oldi o'ynab, og'zini lang ochib qo'yman. Chunki bilasizlar, chechenkamani zo'r o'ynayman. Sizlarga ko'rsatib ketdi. Sharmanda bo'lamiz birga. Raqs o'rganamadim, lekin menga lekin qizlarni bola o'ynaganini ko'rdim. Men bunaqa qilib bas aynan shunaqa o'rganmoqchiman. Arabchaga borib ko'rdim. Uchkam mushomalatda. Jigarim bilan o'pkam urishib qoldi, menda ko'rib. Menga maz ekan dedim, lekin nikim chechenka, nikimga mos bo'lishim kerak. Tug'ilgan-ku, o'tirishlarga borganda bir chechenskiy o'ynab bersam, hamma to'g'ri mazza qilardi. Tabriklayman finalga ochilgani bilan. Xudo xolisa birga o'qiymiz. O'rgatasizlar degan umiddaman. O'g'illarimni olib kelish niyatim bor. Pechenkalarim bu yoqda Gruziyadan kelgan haqiqiy shura qizi professional tomonidan darslar o'tadi. Men bolachalarni qaranglar, mana o'g'lim tengi. Xudo xolisa niyat qilganman, bolalarim masjidga olib kelib lezginkaga o'ynataman deb va o'zim ham kelishga qaror qildim. Oilaviy kelamiz. Sizlarga ham maslahat beraman.